Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Mana shogirdimiz ham bir oy kasal bo'lib keldi. Bu labona egalari Farg'ona viloyati So'x tumanida yetib kelibdilar. Bugun 5-dekabr 2025-yil. Hop, labona pol qismiga tunika o'rab berdik biz. Yonlari bo'lgan ekan. Pol qismiga tunika o'rab, mana bu yoniga sondiqlar qo'yib berdik. Sondiqda cho'tka holatda qo'yib berdik mana. Bu holatda ochiladi, qulflanadi. Mana bu akkumulyatorda yonida to'sib turadi. Alohida sotiladi aytganmiz. Polga rezinkasi ham bor, tomiga bagaji bor. Bunaqa bagaj bo'ladi, yoniga sondiqchasi bo'ladi. Mana shunaqa sondiqchasi bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yaqinida 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Kamchiliklar bo'lsa kommentariy yozib qo'yasizlar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.